Assalomu alaykum hammaga. Bu One Top Starter kitobning 6-mavzusi The Verb to be. To be. To be bu ingliz tilida 3 xil bo'ladi. Am, is, are. Bularni kishilik olmoshlari oldidan qo'yadi. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I'da am bo'lar, you, we, theyda are bo'lar, he, she, itda is bo'lar. Bu uzun formasi banavi uzun shakli, bunisi qisqa shakli. I'm, your, his, his. Shunaqa. Endi negativ. Negativ bu nima desam ekan? Masalan, I am doctor. Men doktorman. You are student. Siz studentsiz. They are policemen. Ular politsiyachilar. She is firefighter. O'qituvchi. Endi negativ. I am not a doctor. Men doktor emasman. You are not a student. Siz sen bo'ladi. Student emassan. Keyin buni qisqartirilgan formasi ma'ni. I am not, you aren't. Keyin shu negativni qisqartirilganda I bilan boshlanganda am I'ga qisqarib ketadi. Not emas. Qolgan hammasida are va is notga qisqarib ketadi. Keyin sho'x shakli. Men doktormanmi, sen studentmisan? Ma'ni bu sho'roq shakli. Bularni yodlab olish kerak. Mashqlarga o'tsak, birinchi mashqda qo'yib chiqish kerak. Birinchi uzun shakli, keyin qisqartirilgan shakli. Birinchisi qilib chiqamiz. Undan keyin ikkinchisida ham qo'yib chiqamiz. I'ga nima bo'ladi? I'da am bo'ladi. Am qo'yamiz. You'da are bo'ladi. You are qo'yamiz. Shunday ikkala qilib chiqamiz. Keyin uchta bilan birlashtirib chiqish kerak. Masalan, I am a pupil deb chiqib, keyin mana yoqqa yozadim. I am pupil. Keyin shunday qilib chiqadi. He is nima bo'ladi? He is Jim bo'ladi, Mary bo'ladi, a box bo'ladi, singers bo'ladimi? Qilib chiqasizlar. Undan keyin to'rtinchi mashq nima edi? Qisqartirilgan shakli va negativi. Masalan, birinchisida I am not a teacher. Men o'qituvchi emasman. You are not an engineer. Shunaqa qilib chiqamiz. Beshinchisini, to'rtni. Beshta esa I, he, she, it, they, with qo'yib chiqamiz. Beshta. Birinchisida aytyapti. U kim? He bo'ladi. He'da nima bo'ladi? Is not bo'ladi. Is not policeman. Chunki u policeman emas. Aslida policeman ko'rsatgani yo'q. Qo'shiqcha ko'rsatyapti. O'shanda is not bo'ladi. Ikkida
esa ikkida kim? He bo'la. He is not a teacher. I am not a teacher bo'ladi. I qo'ygan sababi mana yoqda I. Shunday qilib chiqadi buni. Keyin 6da emizani qo'yib chiqadi suroqchali. Keyin 7, 8, 9 uyda vazifa bo'ladi. Hozir mashqlarni qilib olayliklar. Nima bo'ldi deb o'ylayman. Endi tekshirib chiqamiz. Birinchi mashq. Tekshirib chiqingizlar. Endi ikkinchi mashq. Ikkinchi mashq mana. 3 va 4 mashq. Keyin 5, 6, 5 mashq. 5 mashq. 6 mashq. Mashqlarni qildik. 7, 8, 9 uyda vazifa. Endi uyda vazifalarni tekshirib chiqamiz. O'tgan darsda uyda vazifa 6 bilan 7 edi. Tekshirib olingizlar. Mana uyda vazifani ham qildik. Mavzudagi mashqlarni ham qildik. Keyingi mavzu progress check bo'lar ekan. Hammaga xayr. Goodbye.